Buxoro Panjshir meshdagi odamlar این magazinen نمیدونستگی آدم خودش نبودگی انا کن حوز من داشت و نمیدونسته گوباره حوز ابزار میکرد این نرخ فهمده و حیران میمونید bu narxlar nima deyapti buni qaranglar 3 talik komplektlar atigi 95 ming so'm bu hammaylar mana shunday grafinchamizni ko'ryapsizlarmi o'zida chashkachasi bilan atigi 23 ming so'm bu hammaylar tefalarni ko'ryapsizlar hech qayerda bunaqa narx bo'lmagan atigi 32 ming so'm mana buni qaranglar qanaqa qo'yni ishtonlarni ko'rishlaringiz mumkin tayyor qizlar uchun 250 ming so'mdan boshlanadi yaqinda ramazon bayrami mana shunday ajoyib xurmo qo'yish uchun ya'ni xurmodonlar bor narxi 50 ming so'm pastelni bilolarni qaranglar Dantella brendi tanimaydigan odam o'zi bilmasa kerak bir kishilik pastellar 120 ming 2 kishilik pastellar atigi 165 ming so'm ekan mana shunda organizerlar narxi bunisi 250 ming so'm bunisi 300 ming so'm ya'ni 3 qavatli lajonlar har bitta kishiga mana shu uyiga bo'lish kerak termoscha chiroyli ko'rinadi 180 ming so'm edi sizlar uchun 130 ming so'm qildik shu bo'lsa kerakda organizerdan har xilini topasiz 50 ming so'mdan boshlanadi buni qaranglar bunaqasi endi birinchi marta ko'rishim ichida o'ynachasi sensorlik ekan sumkalarni ko'ryapsizlarmi Zara deysizlarmi Hermeslar deysizlarmi mana Hermeslarning har xil ranglari bor narxlari esa bu sumkalarni 45 ming so'mdan boshlanar ekan hatto bolajonlarimiz uchun asal kiyimchalar bor ekan buni narxini eshitdinglar bular 60 ming so'm ko'ryapsizlarmi dvoyka mana buni asal ko'ynachalar ko'ryapsizlarmi mana ishtonchasi bilan bu 120 ming mana bu dvoykamiz ham 120 ming mana buni esa 100 ming yana borku do'konga kelsalar har xil dvoykalarni topa olasizlar bizning manzil Buxoro shahar 5-kichik Mohiya Alpari restorani yonida Tizchimevochi deb yozilgan